Ajralib ketgan juftliklar yillar o'tib, hattoki boshqa oilasi bo'lib turib qaytgan taqdirda aytishadiki, taqdir ekanda, taqdiri bir ekan, aylanib baribir keldi degan gap bor. Bu taqdirmi yoki ularning munosabatlari? Tanlov bu. Taqdirlar bitilgan, lekin qaror va tanlov bizda qolgan. Biz turmushga chiqqanimizda o'ylaymizki, emotsional yaqin bo'lgan insonimizdan boshqa insonga turmushga chiqqanimizda bu emotsional hislarimiz bu bilan bog'liq qolib ketgani uchun hayot davomida u erkak bilan yashayotgan ayol o'ylaydiki, yoki u ayol bilan yashayotgan erkak ham o'ylashi mumkinki, bunga uylansam yoki bu bilan turmush qurganimda baxtliroq bo'lardim deb o'ylaydi. Aslida siz turmushga chiqqan erkagingiz bilan yoki ayolingiz bilan baxtli bo'la olmasligingizni sababi sizni hislaringiz bu ayolga bog'lanib qolib ketgan bo'ladi. Ya'ni bu bilan boshqacharoq deb o'ylab qolgan bo'lamiz. Ana endi kimdir haqiqatdan ham oxirigacha bora olmaydi-da turmushida, chunki bu yoqga o'zini hislarini bog'lab qo'ydi-ku, xayolida bu bilan baxtli bo'lardi-ku, tugatilmagan voqea qolib ketdi. Chunki ikkala emotsional yaqin bo'lgan erkak va ayol xayollarida ular maqsadlar, xayollarida birga oila qurish, xayollarida juda ham katta masshtabli xayollar qilishgan bo'ladi-da va bu psixika bu xayollarni yopish uchun ikkalasini yana birlashtiradi. Va o'ylashadiki, ko'rishsa aslida birlashganida ular kutuvlaridek emas u narsalar. U tugaydi. Qachonki ikkalasi birlashganda keyin tushunishadiki, bu ayol bergan, bu erkak bergan og'rig'ini ham bu ham berishi mumkinligini tushunishadi. Taqdirlar yozilgan. Faqat taqdirdagi qarorlarni biz qilamiz. Sizni qilgan qarorlaringiz yozilgan taqdiringizga olib boradi. O'shaning uchun bitta liniyada bitta narsa yozilganda bu adolatsizlik bo'lardi. Demak, sizni qarorlaringiz qaysi yozilgan o'sha vibrlaringizni tanlovga qo'yib qo'yadi.